bo'lishadi. Ularga meni yordamim kerak. O'zimga kelishim kerak. Meni vazifam Lenibor xonimni omon qolishi va xavfsizligi. Men xotirjam ustuvorliklarimni aniqlab olishim kerak. Birinchi qilishim kerak bo'lgan narsa Lenibor xonim, sizni yolg'iz qoldirishimga ruxsat bera olasizmi? Yana bir marta. Qaytarish! Qaytarish! Hozir faqat himoyada tura olishim mumkin. Juda ham kech. Ilohiy qalqon. Yaxshi. Qaytarish! Meni vazifam nima bo'lsa ham Lenibor xonimni saqlab qolish. Shuning uchun uni o'lishiga yo'l qo'ymayman. Kechiring, men nihoyat keldim. Ines, qutqaruvchimizsan. Ilohiy qalqon. Bu nur qalqoni qilichga o'xshar ekan. Lekin uni kimdir sindira olishiga ishonchim komil emas. Hatto uni kumush qilichlari ham uni qalqonlardan qochyapti. Janob Nur, g'alaba qilmagunimizcha bu holat o'zgarmaydi. Men hozir himoyaga e'tibor qarataman. Siz uni yuta olasizmi? Kumush qilichlar xuddi tirik jonzotdek harakatlanyapti. Lekin oldin bundan ham tezroq uchadigan qushlarni o'ldirganman. Qurbaqani tishlari? Ha. Ines. Qila olasizmi? Aha, xabar berishim bilan. Faqat meni oldimdagi qalqonlarni olib tashlaysiz. Buni rostdan ham qila olasizmi? Menimcha, qila olishim kerak. Jismoniy kuchayish. Hozir. Toshli zarba. Kumush qilichlar sinyapti. U qora ajdarni tishi bilan tirnog'ini otdimi? Menda o'qlar ko'p, shuning uchun otishni davom ettiraman. Tushundingmi? Yaxshi. Toshli zarba. Nur sensei. Juda ham ko'p otilman. Yana ozgina. Qaytarish. Sal qoldi. Qo'rqib ketdim. Savolimga javob ber. Qandoq qilib ularni to'xtatding? Shuningdek, va mana bu eng qattiq qurolimni qandoq qilib sindirding? Kechir, lekin senga hujum qilishimni bilganding-ku, to'g'rimi? Kechirim so'rama deb aytdim senga. Lekin men yo'qotganlarimni qaytarishim kerak. Qaytarish! Kutilmaganda hujum qilib jonimga tegdi. Ha, rostdan ham bu qilich g'alati. Xuddi egasidek. Qanaqa qilib meni hujumlarimni ko'rib, ularni qaytarishga ulgurding, ha? Men shunchaki bilganlarimni qilaman. Senda o'zing o'ylagandan ko'ra ko'proq kuch borligini sezibman. Yana hujum qilasanmi? Yo'q, mifril topish yana bitta ish. La'nati hamma joyga sochilib ketdi. Bugunga do'konni yopibman. To'xta, demaysan ketyapsanmi? Ha, qirollik poytaxtida bayram bo'ladi deb eshitgandim. Lekin menimcha u yerga bora olmayman. Poytaxtda bayram deb nimani nazarda tutyapsan? Mana manig'ini bilmayman, lekin bu hashamatli bo'ladi shekilli. Xo'sh, maza qilib o'ynab oldim. Endi hamma qoldiqlarni yig'ib olay. Ko'rishamiz, Tente. Mayli, xayr. Sen rostdan ham juda g'alati ekansan. Shu gapingni bor-ku, 25-marta qaytarishing. Shu paytgacha juda ko'p g'alati odamlarni ko'rganman. Lekin to'g'risi ular orasida sen eng g'alatisisan. Sana omading keldi deb o'ylayver, shaytoncha. Sani o'zim bilan olib ketganimda juda ko'p pul olardim. Lekin afsus. Ammo qaytarish. Xit qilding-de.
Men bu odatim bilan hech narsa qila olmayman, kechir. Qirollik poytaxtida hashamatli bayram. Boyagi odam shuni aytdimi? Ha, Sizlarga shunchalik qiziqmi? Xuddi bayram bo'layotgandek. Men qiziqvonman. G'alati, nima bo'lyapti ekan? Rostdan. Bir pasga qaytsa nima deysizlar? Ha? Biz poytaxtdan unchalik ham uzoqlashmadik-ku. Qolaversa Rolonni metroga olib bora olmaymiz, lekin unchalik ham katta muammo emas poytaxtga borsak, to'g'rimi? Janob Nor. Lekin biz qayta olmaymiz. Nima bo'ldi? Sovqotyapsanmi? Ahvoling yaxshi emas. Sizlar hammanglar poytaxtdanmisizlar? Menimcha hammamiz birga qayta olmaymiz. Shuning uchun bir pasga qaytish degan g'oya kelgandi. Qaytging kelmayaptimi? Yo'q. Unga emas. Sizlar qayta olmaysizlar. nima demoqchisan? Men nimadir eshitdim. Ularni eng kattasi poytaxtga kelyapti. U shunchalik kuchliki, hatto butun poytaxtni yer bilan yakson qilishi mumkin. Ular haqida shuni eshitgan edim. Ularning aytishicha, o'limni qora ajdarhosi bu tomoshani oldida hech narsa emas. Bu nima degani? Ines, hozirroq poytaxtga qaytamiz. Holat o'ylaganimdan ham muhimroq ekan. Sensei, sizga bu ma'qulmi? Ha, albatta. Iltimos, to'xtab turing. Men bunga rozi bo'lmayman. Lord Rain menga. Bilaman. Nimadir bo'lsa ham men bilan birga metroga bor deb aytgan. U shunday degan, to'g'rimi? Qayerdan bildingiz? Chunki men uni singlisiman. Akam qanday o'ylashini yaxshi bilaman. Lekin faqat men qochib ketsam nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Biz u yerga borishimiz kerak. Ular bunday holatni bilishlari kerak. Lekin iblislarni tarixini va qanaqa qilib ular vatanini yo'qotishgani esingda yo'qmi? Qochishga urinsak ham bizni xuddi shunday qismat kutsa kerak. Mayli. Qirollik poytaxtiga qaytamiz. Lekin Leniborg xonim, hech qanday vaziyatda ham mendan uzoqlashmang. Rahmat, Ines. Rolo, sen nima qilmoqchisan? Biz bilan ketging kelmasa, seni shu yerda qoldirishga majburmiz. Men ham boraman. Menimcha hech qanday foydam tegmasa ham, lekin shu ajdarni olib kelganlarning biri o'zimizdan, shaytonlardan. Rostdanmi? Albatta, iblis bo'lish bu oson emas. Ishonchim komilki, bu bolani tarbiyasi Sensini ko'nglini aniq og'ritdi. U juda ham ochiq ko'ngil odam. Hech bo'lmasa menga qaraganda. Shu qurbaqani yana ko'rsamidi? Men xavotir olmayman desam noto'g'ri bo'ladi. Lekin Nor Sensei qora o'lim ajdarhosi ikkalasiga qarshi kurashdi va bu afsonaviy o'lik zato biz bilan. Menimcha Rolo, qara. Bir juft hayvonlar. Ha, Kley qirollik malikasidek, men odamlarni o'ldirishim kerak emas. Men uni olib kelishim kerak. Bu epik qahramon hikoyasidan to'g'ridan-to'g'ri sakrab chiqqan odamga o'xshaydi. U qirollikni poytaxtiga qaytib kelishi kerak edi. Hatto meni hayotimni o'rtaga qo'yib bo'lsa ham. Ines, iloji boricha tezroq yur. Xo'p. Xabar keldi. Eski tumanning deyarli barcha fuqarolari evakuatsiya qilindi. juda yaxshi. So'rayn 6 taligi harakatlarni qoplashdi va o'ylaymanki dushmanlarning hujumini qaytarishdi. Yaxshi. Lekin yana bitta hujum qilish kerak. Yashirin bo'linma dushmanni qidirmoqda. Lekin ular hech qanday iz topisha olmadi. Agar ular uchun kelishsa, unda hozir kelishgan bo'lardi. Bizni kuchimiz tarqab ketgan. Ular bizni charchashimizni kutishyapti. Biz esa hozir keyingi hujumga tayyorlanib turishimiz kerak. Lord Rain,
Keyingi hujumlarni qayerda bo'lishini bilmasligimiz bizga zarar keltiryapti. Qayoqda bo'lar ekan? Shimoldami? Yoki janubdami? Yoki Hunter Corp ma'lumotlariga ko'ra, uchuvchi hayvonlar ko'ringani haqida yangiliklar yo'q. nima bu? Bo'lishi mumkin emas. Nahotki bulutlar tepasidami? Ochil! Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu qora ajdar. Yo'q, bu emas. Bu kattaroq. Bu musibat ajdar. 7-qism. Men o'likni to'xtataman. Play Market va App Store'dagi Anibla.uz ilovasi uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etganlar: Kimura, Capone, Lego va Nanami. Rejissor Natsu, tarjimon Shahzod, tayming ustasi Sado.